sizni hamma qattiq yaxshi ko'rishni xohlaysizmi? 3 ta maslahatim bor. Birinchisi kamsuqumlik, ikkinchisi kamtarlik, uchinchisi saxiylik. Kamsuqumlik bu dunyodagi eng katta ne'mat, bilasizmi? Alloh zotan beradigan narsasini bandasidan so'ramang. Alloh zotan beraman desa sizga beradi. Agar siz bandasidan so'rasangiz, bandasi beraman deb turgan bo'lsa ham bermaydi. Kamsuqum bo'lish har doim go'zal. Nafsizni ozgina kengroq qo'ying. Eng katta boylik mana shu kamsuqumlikda. Ikkinchisi, kamtar bo'ling, kibrlanmang. Kibrli inson hech kim yaxshi ko'rmaydi. Uchinchisi, saxiy bo'ling. Qo'lingiz ochiq bo'lsin, Allohning berganini sarishta qila olmay qolasiz. Mana shu 3 ta fazilat bilan sizni hamma juda ham qattiq yaxshi ko'radi. Hamma ham deya olmayman. Buyuklarimizni ham hamma yaxshi ko'rmagan. Atrofingizdagi insonlar sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rishadi. Mana shu 3 ta maslahatimga amal qiling. Qalban birgamiz. Video o'tkazib olishingiz mumkin.